Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'p yillik bir qadrdon akam bor. Shu bolalikdan birga katta bo'lganmiz. Shu chang ko'chalarda yugurib, futbol o'ynab, boshqa qilib. Bugun ertalab bir video jo'natibdilar. Ataylab shu chang ko'chalarni ko'rsatib, shu mashinasiga kamerani o'rnatib, shu bolaligimiz o'tgan, yoshligimiz o'tgan ko'chalarni ko'rsatib, chiroyli bir video jo'natibdi. Juda ham ta'sirlandimki, mana shu odam erta tongdan turib, eslab, mehr ko'rsatib, oqibat ko'rsatib, shu ukam sog'ingandir, shu ko'chalarni ko'rgisi kelgandir, balkim bir eslar degan ma'noda hech qanaqa moddiy bir manfaatsiz, faqat shu akalarcha mehr bilan, akalarcha muhabbat bilan yaxshi ko'rib jo'natganiga juda ham ta'sirlandim. Ko'nglim yorishib ketdi. Mana shunaqa paytda o'zbekligimdan, milliyligimizdan faxrlanib ketaman, yaxshi ko'rib ketaman. Mana uzoq yillarki chet elda yashaymiz, musofirmiz. Biz ham shu farzandlarimizga mehrdan, muhabbatdan, yaxshilikdan, hurmatdan, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, oqibat, yaxshilik, o'zidan kattalarni ko'rganda salom berish, mehmonga borganda chiroyli muomala qilish, izzat ko'rsatish, qaysiki xonadonda tuz ichilgan bo'lsa, ana shu xonadonga mehr, oqibat, ehtirom ko'rsatish kabi shu o'zbekchiligimizdagi, milliyligimizdagi chiroyli bir odoblarni, ma'rifatlarni o'rgatishga harakat qilamiz. Va mana shu akalar jo'natgan videodan ham, mana shu akalar ko'rsatayotgan mehrdan ham biz uchun bir tarbiya. Yana shu akam salom berib, sizlab, ehtirom ko'rsatib gapiradi. Murodxon qori deb e'zozlaydi. Albatta, o'sha keyingi paytda madaniyat, ma'rifat, odob, axloq, sharm hayo haqida ko'p gapirilyapti. Bu mavzular, bu kabi holatlar bugungi kunni dolzarb muammolari bo'lgani uchun mana shu holatlar haqida, ya'ni milliylik, o'zlik, odob, axloq, ehtirom, ana shu narsalar endi ko'pchilikni nazarida tobora kamyob bo'lib ketayotganmikan, va aytmoqchimanki, mana shu holatlarni ko'rsanglar, milliyligimizga xos bo'lgan xususiyatlar, odobni, axloqni, ehtiromni hayotinglarda ana shunaqa narsalar bo'lsa, yoki mana shu ezgu qadriyatlar haqida gapiradigan gapinglar